Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Sizlarga Samarqand mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 narxlarini ko'rsatib boraman. Har xillardan bo'ladi, variantga, arzonga, har xillardan bo'ladi. Agar siz kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya tugmachasini bossangiz, bizdan chiqayotgan videodan birinchilardan bir ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram kanalimiz bor, ularga ham ko'rsangiz har xil videolarga qo'yib boraman. Nexia 1 sizlar uchun yili 99 dan topib qo'yapman. Holatchasiga bitta e'tibor berib qarang, holatchasi yaxshi holatda ekan. Faralar LED qilingan, motor hadolaydish ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Hozir motor hadolasini ko'rsatib boraman. Motor sonus trambulyol metan 90 talikdan o'rnatilgan. Motor hadoyi zo'r ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashin krugovoy shumga qilingan, tonirovkasi bor ekan. Salonlar lyuks, poliglari bor, chiqolari bor. Yurgan parabega 4 krug yurgan audio sistem orqadan ko'rinishlari. Poligni evakordan tashlab qo'yilgan. Orqalari ham e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Mashin qayriq mashina ekan. Kraskasi bir asvechet qilingan ekan, lekin ichiga o'tmagan, udar-fudar bo'lmagan ekan. Orqalariga e'tibor bering. Zapaska balon bor, joyida bor ekan, turibdi. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rinishlari. Akamiz bu Nexia 1 ni 20 million deyaptilar. Sizlar uchun savdosi tortishib 18 millionga qo'yapman. Generalga berar ekanlar. Telefon nomer 93lik 256 397. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 ni sizlar uchun yili 2016 dan topib qo'yapman. Faralar e'tibor bering, faralar LED qilingan. Texpasport ham, kuzov ham 2016 ekan. Motor hadoyi ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Motor hadoylarini ko'rsatib boraman. Motor gibrid, lux konditsioner, motor hadoyi ishlarida hech qanday ishi yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, maramat, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Midgar portlari bor ekan, tonirovkasi bor. Sovuchlariga e'tibor bering, sovuchlari ham yaxshi holatda ekan. Lux konditsioner. Yurgan parabega 155 ta yurgan, audio sistem orqadan ko'rinishlari. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham zo'r holatda ekan, tiniq holatda turibdi. Mashin qayerda mashina aka? Mashin Samarqand shahar mashina ekan. Metan 100 talik turibdi. Orqalari ham mana qirilgan joylari yo'q, zapaska balon joyida turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi kapot bilan krilada bor ekan, lekin ichida o'tmagan, udar-fudar bo'lmagan, siyak butun ekan. Aka qancha so'rayapsiz aka? 4800 aka. 4800. Ya savdosi bor aka, Samarqand bilan sizga. Necha pul qilib berasiz aka? 4600 aka. Xo'sh. Generalga berasizmi? Beramiz. Telefon nomer 91lik 549 5001 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 ni sizlar uchun yili 2011 dan topib holatchasiga bitta e'tibor berib qarang, holatchasi yaxshi holatda ekan. Texpasportdan kuzov 2011 ekan, motor hadoyi ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Faralar LED qilingan. Hozir motor hadolasini ko'rsatib boraman. Motor gibrid, propan tabletkasiga o'rnatilgan. Motor hadoyi zo'r ekan. Yon tomondan ko'rishlari, to'rtta yumshoq balon, chiroq disklarda turibdi. Mashin Samarqand shahar mashina ekan, tonirovkasi bor. Sovuchlarga bitta e'tibor bering. Sovuchlar lyuks, bez konditsioner, poliglari bor, chiqollari bor. Yurgan parabeg 170 ta yurgan, audio sistemi, orqadan ko'rishlari. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Orqalaridan yana ko'ring. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Propan gaz turibdi. Zapaska balon bor. Yon tomondan ko'rinishlari. Kraskasi bir 40% bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, udar-fudar bo'lmagan ekan. Akamiz bu Nexia 2 ni haydashni tortishib 3500 ga berib borar ekanlar. Faqat narxga ekan, generalga berasiz aka. Telefon nomer 50 101 67 77 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 ni sizlar uchun yili 2015 dan topib qo'yapman, holatchasiga bitta e'tibor berib qarang, holati yaxshi holatda ekan, kraska toza ekan. Nexia 2 olaman, narxi yaxshi bo'lsin, kraska toza bo'lsin degan bu videoni akalarga jo'natib qo'yamiz. Faralarga e'tibor bering, faralar LED qilingan, motor hadoyi ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Sizlarga motor hadoylarini ko'rsatib boraman. Motor 1.6 lux konditsioner, propan tabletkaga o'rnatilgan 3-pokoleniya. Motor hadoyi ishlarida hech qanday ishi yo'q ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashin Urgut mashina ekan, tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Salonlar lyuks konditsioner.
Yurgan parabegi 70 tagina yurgan audio sistema, orqadan qo'nishlari. Orqalarga ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Bironta joyda qirilgan joylari yo'q ekan. Orqalarni ham sizlarga ko'rsatib boraman. Orqalari zapaska balon joyda turibdi. Zapaska balon bor. Orqalari ham yaxshi holatda, yon tomondan ko'rishlari. Kraskasi absolut top-toza ekan. Liboy usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Kraskasiga 100% javob beribdilar. Probegini tekshirib olsa mayli. Xo'sh aka, qancha so'rayapsiz aka? Bozor ish bilan qildi aka. Bozor 4,5 qildi. Xo'sh, necha pulga berasiz aka? Oxiri 4700 bo'lsa beramiz. Generalga berasizmi aka? Generalga chiqadi. Telefon nomer 97 397 397 47 95 47 95. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkisi sizlar uchun 2010 dan top qo'yib hurmatli obunachilar bitta holatchasiga bitta e'tibor berib qo'ying. Holatchasi yaxshi holatda ekan, paralel led qilingan. Sizlarga motor hadolari ko'rsatib boraman. Motor Sonstramblor metan 90 talikdan o'rnatilgan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Motor hadovi zver ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salonlarini ko'rsataman. Tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Ekspert variant. Yurgan parabegi 4 kuruk yurgan audio sistema, orqadan ko'rishlari orqalari ham yaxshi holatda ekan. Hurmat ko'rsangiz bo'ladi, orqalari ham zo'r holatda ekan. Zapaska balon bor ekan. Orqalari yaxshi holatda ekan. Kalit yo'qligi uchun shuning uchun ochib ko'rsata olmadim. Orqalari yaxshi holatda ekan. Kraskasiga kelsak, bir ikkita uchta joylarda pedal joylari bor ekan. Ichiga o'tmagan lekin udar-pudar bo'lmagan ekan. Suyak butun ekan. Bozor 3,5 qilgan ekan, har xil narx qilgan ekan. Sizlar uchun savdolashni tortishi 3000 ga qo'yibman. Samavto bilan chiqsa ham chiroyli narxda qilib berar ekanlar. Telefon nomer 90lik 90lik 505 505 07 07 90. 90. Generalga berasizmi? Bo'ladi. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. X2lardan sizlarga 2009 da top qo'yib holatchasiga bitta e'tibor berib qo'ying. Holatchasi yaxshi holatda ekan. Faralar led qilingan. Sizlarga motor hadolari ko'rsatib boraman. Motor gibrid, metan 90 talikdan o'rnatilgan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Olib mazza qilib haydaydigan joy ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashin krugovoy shumka qilingan. Tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Lyuks bez konditsioner. Salonlari ham yaxshi holatda ekan. Yurgan parabegi 3 kuruk yurgan. Audio sistema. Hozirgi orqalari ham ko'rsatib, mana ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Akamiz bu Nexia 2 ni bir 35 million deblar, sizlar uchun savdolashib 28 millionga qo'yapman. Faqat naqdga ekan, generalga berasiz. Bir 2-3 joylarda pednosi bor ekan, ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Telefon nomer aka 94lik 185 0493. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2lardan ko'rsatib bor holatchasiga bitta e'tibor berib, holatchasi yaxshi holatda ekan. Yili 2013 parallel led qilingan, texnik pasportdan kuzov ham 2013 ekan. Sizlarga motor hadolarini ko'rsatib boraman. Motor gibrid, lyuks konditsioner, metan 100 talikdan o'rnatilgan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Sizlarga salonlarni ko'rsatib boraman. Tonirovkasi bor ekan. Salonlarga e'tibor bering. Salonlar ham yaxshi holatda ekan. Oyakor polilar tashab qo'yilgan. Yurgan parabeg 3,5 kuruk yurgan. Audio sistema, orqadan ko'rishlari. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Orqalari ham to'g'ri ko'rsatib boraman. Orqalarga e'tibor bering. Metan turibdi 100 talik. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Zapaska balon bor ekan. Kraskasi bir 20% bor ekan, ichiga o'tmagan, lekin udar-pudar bo'lmagan ekan. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 3500 sunat bo'lib beramiz. Xo'sh aka, taqalgan necha pul qilib berasiz aka? Samavto bilan. Taqalgan 3400 3350 bo'lsa beraman. Xo'sh, generalga berasizmi? Beraman. Telefon nomer 94 93lik 145 145 94 44. 44 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 yili 2009 da sizlar ko'rsatib boraman. Holatchasi bitta e'tibor berib qo'ying. Holatchasi yaxshi holatda ekan. Parallel led qilingan. Sizlarga motor hadolari ko'rsatib boraman. Kapotni ochaverasizmi aka? Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Marhamat ko'rsangiz bo'ladi. Motor gibrid, metan 90 talikdan o'rnatilgan.
Mashina Toshkent shahar mashina ekan. Balon holatlar yaxshi holatda turibdi. Mezga 9.3 mejgar pullari bor ekan, 4 ta eshik, tomlari, salon ishlari shumga qilingan. Poliglar evakor tashlab qo'yilgan, lyuks bez konditsioner. Yurgan probegi 174 ta yurgan, audio sistema, orqadan ko'rishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. E'tibor bering, salonlari ham zo'r holatda turibdi. Bozor 35 million qilganiga bermagan ekanlar. Orqalari yaxshi holatda ekan, zapaska bo'lgan joyda turibdi. Orqalari ham yaxshi holatda, yon tomondan ko'rishlari. Kraskasi bir 30-40% bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, udab-udab bo'lmagan ekan, suyak butun ekan. Siz uchun savdolashib 30 millionga qilib qo'yapman, generalga berar ekanlar. Telefon nomer aka? 93lik 216 216 0890. 0890 telefon qilib aloqaga chiqasiz. X2lardan sizlarga 2014 dan ko'rsatib borim holatchasiga bitta e'tibor berib holatchasi yaxshi holatda ekan. Yili ham kuzov ham 2019 ekan, texpasportga kuzov ham 2019 ekan. Faralar LED qilingan. Mashina Samarqand shahar mashina ekan. Motor gibrid, propan tabletli gazlar o'rnatilgan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rishlari Qaron holatlari yaxshi holatda turibdi. Sizlarga salonlarga ko'rsatib boraman. Tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Salonlari ham yaxshi holatda, tiniq holatda turibdi. Chiqolari bor, poliglari bor. Yurgan probegi 183 ta yurgan. Audio sistema, mashina mexanikada orqadan ko'rishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Bozor 4.5 ming qilgan ekanlar, botirgan. Oxiri 4300 ga bermagan ekanlar. Orqalari ham yaxshi holatda, zapaska bilan bor, joyda turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari Siz uchun savdolashib 4300 ga qilib qo'yapman. Aka, generalga berasizmi aka? Xo'sh. Telefon nomer aka? 97lik 914 08 55. Axir taqalgani nech pul berasiz aka? 4300 axir taqalgani 4.5 qilgan ekan bozor, bermagan ekanlar. Sizlar uchun savdolarni tortishib 4300 ga qilib qo'yapman. Generalga beradilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 ni sizlar uchun yili 2015 dan topib qo'yapman. Molachasiga bitta e'tibor berib qarang. Faralar LED qilingan. Motor hadovoylarda hech qanday ish yo'q ekan. Mejgar pullari bor ekan. Faralar LED qilingan. Motor 1.6 lyuks konditsioner metan 90 taligidan o'rnatilgan. Motor hadovoylarda hech qanday ishi yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salonlarga ko'rsatib boraman. Tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor berib qarang. Salonlar lyuks konditsioner. Salonlar ham zo'r holatda, tiniq holatda turibdi. Mestrlar o'rnatilgan, monitorlar o'rnatilgan, video registratori bor. Yurgan probegi 177 ta yurgan, audio sistema o'rnatilgan, antor o'rnatilgan, orqalari o'sha holatda turibdi. Ma'lumot bir tez bo'ladi. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Mashina Samarqand shahar mashina ekan. Amat ko'rsangiz bo'ladi. Zapaska bilan joyda turibdi, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, aka, kraskasi qayerlarda bor aka? Kapot qiluvda kraska bor, ichiga o'tmagan, suyagi butun. Xo'sh, qancha so'rayapsiz aka? 4800. Qanchaga berasiz aka? 4600 ga beramiz. Buni arzon bo'lmaydi aka, tushundingmi? Tusha olmaymiz. Telefon nomer 90lik 250 32 28. 32 28. Generalga berasizmi? Generalga beramiz. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar.